Moskvada, Tambovskiy oblastida Valbrest ikkita skladi yonib ketdi. 20 milliondan oshiq tovarimiz yangi. 20 milliondan oshiq tovarimiz. Ekraniga o'rtoqlar защита qo'ymaganligi uchun men $100 ming minusga kirdim. Yonib ketgan tovarlar summasi o'rtoqlar 235 milliard rublni tashkil qilyapti. Ularning ichida meni ham tovarim bor. Shu 20 million pul yo'qotib qo'yib ham kulib o'tirishingizni qarang. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Mamay Fabbos kanalimga xush kelibsizlar. Ko'p meni obunachilarim tovarni biznes bilan shu marketplace'larda savdo qiladigan bola sifatida meni tanishadi. To'g'risi o'rtoqlar, mana kanalimga 1 yil bo'libdi video qilmaganimga. Shu tovarni biznes orqali men ko'p narsamni yo'qotishim mumkin edi yoki men millioner bolaga aylanishim mumkin edi o'rtoqlar. Ushbu videoda shu xatolarni shu 1 yil vaqt davomida qanaqa ishlar qilganimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. U yoqda minuslar, pluslarni sizlarga aytib boraman. Shu bilan bir qatorda agar sizlar videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'ygan bo'lsanglar, videoni oxirida sizlarni ajoyib savol kutyapti. Unda boshladik. Kelinglar, hozir men qayerdaman? Men o'rtoqlar Moskvada hozir yashayapman, lekin o'zim Sankt-Peterburgda 2014-yildan beri 2023-yilgacha yashaganman. Hozirgi yashash joyim o'rtoqlar Moskvada, mana shu orqamdagi turgan kvartirada o'rtoqlar yashayapman. Qizlik bo'ldim, yangiliklardan eng qizig'i, qizim hozir o'zi 1 yoshda, tabriklasanglar bo'laveradi. Ismini Kamila deb qo'yganmiz. Hozir mana shu yerda oilaviy yashab kelyapmiz. Hozir podvalga tushamiz, mashinani olamiz, keyin nima ishlar qilyapmiz, qaysi bizneslar minusda, qaysi bizneslarimiz plusda, shuni hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. Har kuni ertalab ishga yo'l olayotganimda mana shu geliklarga ko'zim tushadi. Har kuni Xudoning bergan kuni bu yoqda har xil ranglarini qilib o'zgartirib turadi. Bitta o'zim bilan teng bola bor, qo'shnim Germaniyadan mashinalar olib kiradi. Har doim niyat qilaman, mana shu mashinadan tezroq biz ham olsak, maza qilib yursak deb. Chunki gelikka qiziqmagan o'g'il bolani o'zi bo'lmasa kerak. Mana bunaqa Merslarni olib kelishadi Germaniyadan, Koreyadan. Biznesi yaxshi. Zo'r biznesmen bolalar bu rayonda yashaydi. Ular bilan ko'rishib, gaplashib ham turamiz. Lekin ne olib qarasangiz, bizniki ham yomon mashina emas. Nima deysiz? Operator qarang mana. Mers bo'lmasa ham, gelik bo'lmasa ham 4-versiyasi. Lekin o'rtoqlar, bugun sizlar bilan bu mashinada ketmaymiz. Sababi bu meniki emas. Ayolimga sovg'a qilganman bir paytlar shu tovarni biznesi zo'r bo'lganda. Buni maslasini almashtirishimiz kerak, maslasini. Buni ustaga olib borgani vaqt bo'lgani yo'q. O'zimizga ketamiz, ketdik. Do'stlar, hozir biz sizlar bilan mana skladimga yo'l oldik. U yoqda qanaqa tovarlar sotyapmiz, nima ishlar qilyapmiz, sizlarga ko'rsataman. Eng qizig'i, bugungi videomiz shunchaki vlog bo'lmaydi, balki sizlar bizni opitimizdan kelib chiqib, juda ham ko'p insightlarni olasizlar. Qaysi tovarlar bilan biz kirib xato qildik, nechta pul minusga ketdik, nima tovarlarni olib kelib sotish ne stoyit, xitoyliklar bizni qanday qilib aldadi, shularni ham sizlarga gapirib boraman. Yo'limiz uyimdan bir 15 minutlik yo'l. Skladga borgunimizgacha hozirgi kunda bo'lgan voqealarni ozgina sizlar bilan gaplashmoqchiman do'stlar. Xabaringlar bor, Moskvada, Tambovskiy oblastida Valbrest ikkita skladi yonib ketdi. Ertalab uyqudan turgan sellerlar o'zlarini bizneslarini, o'zlarining tovarlarini o'rtoqlar yo'qotishdi. Kimdir 5 million rubl, kimdir 10 million, kimdir 100 million. Bugungi kunda yonib ketgan tovarlar summasi o'rtoqlar 235 milliard rublni tashkil qilyapti. Ularning ichida meni ham tovarim bor. Bizning o'quvchilarimizda ham tovar bor. Meniki endi 20 ming dollarlik tovar edi. To'g'risi men tovarimga achinganim yo'q. Sababi biz ertaga u tovar yana zakaz qilib oyoqqa turib, bu bizga Xudo tarafdan berilgan sinov xolos. Lekin men achingan narsa o'rtoqlar, u yoqda ishlaydigan asosiy insonlar Tojikistonlik, O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik, Turkmanistonlik, o'zimizning shu yurtdoshlarimiz. Endi farqi yo'q, natsiyasi kim, lekin u yoqda o'lgan insonlar bor o'rtoqlar. Ota-onalariga sabr tilab qolamiz. Hech kim u yoqda aytmaydi, "Men bu odam o'ldi, O'zbekistondan, Tojikistondan" deb. Lekin o'rtoqlar, men aniq bilaman, shularning ichida bizning yurtdoshlarimiz bor. Ularga sabr tilab qolaman. Endi u biznesmen odam bugun yo'qotgan bo'lsa, ertaga uni qoplab olishi mumkin. Valbrest o'zi ham aytayapti, qaytarib beramiz. 1 oy ichida ko'rib chiqamiz. Mana banklar bor Valbrestda 5% pullarni olib tovarlaringni отгрузка qilinglar deyapti. Biz endi asosiy biznesimiz Azonda bo'lganligi uchun endi Valbrestda 20 ming dollar uncha bizga ta'sir qilgani yo'q, lekin baribir o'rtoqlar, hozirgi sharoitda bu juda ham ko'p insonlar o'zini biznesini o'rtoqlar yo'qotdi. Bu yo'qotishimiz mayli o'rtoqlar, asosiy yo'qotishda hozir men skladga borganda sizlarga aytib beraman. Kuzatib boringlar. Hozir mana sizlar bilan skladimizga yetib keldik.
skladimiz ham Moskvaning sentrida joylashganligi uchun arendasi to'g'risi juda ham qimmat. 300 kvadrat metrda hozircha olganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xitoyda Primoy zavodidan bizga tovarlar kelgan. Hozir bolalar tushiryapti. Qanaqa tovarlar sotyapmiz? Albatta hozir ko'rsatamiz. Lekin bolalarga biz hozir ozgina yordam berib olishimiz kerak. Shuning uchun kamerani ozgina o'chirib turamiz. Sababi biz video olsak bolalar ishlasa noto'g'ri bo'ladi. Ketdik bolalar. Mana do'stlar, tovarlarni ham tushirib oldik. Bu yoqda qanaqa tovarlar bor desanglar, biz hozirgi kunda Ozon marketplace'ida instrumentlar sotib kelyapmiz. Tovarlar har kuni bu skladga kelib tushadi. Bolalar bu yoqda turib olib, tovarlarni upakovka qilib, gazelga yuklab, Ozonning skladiga jo'natadi. Xudoga ming qatla shukr, hozir bizda strategiyalar ishlab turibdi. Savdolarimiz, kunlik savdolarimiz 1 million 2 million rubldan o'rtoqlar tushgani yo'q. Endi bu yoqdagi skladimizni ko'rinishiga, bardagligiga e'tibor bermaysizlar. Bu yoqda o'sha stроительный instrumentlar deymizmi, uy uchun instrumentlar hamma xili bor. Endi o'rtoqlar, shu 2 million, 1 million kunlik savdoga chiqish uchun to'g'risi men juda ham katta xatoliklar qilganman, juda ham katta minusga kirganman. O'sha minuslardan biri, bundan 6 oy oldin o'rtoqlar bitta tovarni olib kirdim. Men 100 ming dollar minusga kirdim. Sizlar o'sha xatoliklarni qilmasliklaring uchun meni ko'ringlar, hozir men sizlarga ko'rsataman u qanaqa tovarligini. Men u tovarlarni to'g'risi bir xilgilarini bepulga ham berib yubordim, bir xilgi tovarlarni Avitoda 500 rubldan ham sotib yubordim yoki bo'lmasam olib chiqib musorga ham o'rtoqlar tashlab yubordim. U qanaqa tovar desanglar, mana bu yerda ozginasi qolgan. O'rtoqlar 100 ming dollar minusga olib kirgan tovar. Bu televizor Vostok brendi ostida, mana o'zim dizaynlarini qildirganman, brendini Rospatentdan o'tkazdirganman, Xitoyning zavodiga borib tovarlarni ko'rganman. Tovar haqiqatan ham xadavoy tovar. Bir kunlik продажasi tasavvur qilinglar, 1 million 1 million 800 ming rublgacha chiqqan. Lekin bu televizorlar o'rtoqlar Moskvaga yetib kelgandan keyin menga birinchi ko'rsatgan obrazesi boshqacha edi. Bu yoqqa yetib kelgandan keyin bunaqa upakovkani, mana bu to'klari deydimi, juda ham slabiy bo'lgan, korobkalari juda ham slabiy bo'lgan. Lekin men bu ekraniga o'rtoqlar защита qo'ymaganligi uchun 500 ta bu razmeridan, 500 ta u razmeridan Ozonning skladiga jo'natdim. Kunlik продажалар zo'r bo'ldi. Oradan 10 kun o'tgandan keyin tovarlar hammasi vazurat bo'ldi. Endi o'zim ham bu yoqda tushunmay qoldim. To'g'risi Xitoyliklar защита qo'ymagani ularda aybimi yoki bo'lmasa meni bolalarim noto'g'ri upakovka qilib qo'yganmi yoki Ozonning ustida gurushchilar buni ustiga chiqib o'rtoqlar sakraganmi? To'g'risi men oxiri tushunib yetdim. Bozorga bordim, boshqa televizor sotadiganlar bilan gaplashganimdan keyin ular bu televizorni ko'rdida, ekranga защита qo'ymagan dedi. Men bu poklarini juda ham slabiy qilgan dedi. Korobkasini juda ham tonki qilgan dedi. Sani bu yoqda ozgina narxdan urish maqsadida qulog'ingga tepgan dedi. Mana shu orqali men o'rtoqlar 100 ming dollarga minusga kirdim. Xitoyga telefon qilsam, hammasini cho'tga jo'natganmiz, tekshirib olgansizlar, hech qanaqa muammo yo'q deb aytayapti. Men Ozonga pretenziya qila olmayman, sababi bularni men pretenziya qilishim uchun videoga olib, qanday jo'natayotganimni ko'rsatib berishim kerak. Bolalar noto'g'ri upakovka qildi deydigan bo'lsam, biz full film bilan maslahatlashib upakovkani jo'natganmiz. Bu yoqda men nima uchun bu narsani sizlarga ko'rsatyapman do'stlar? Sizlar agar Xitoydan zavodidan tovar zakaz qiladigan bo'lsanglar, juda ham ehtiyot bo'linglar. Korobkalariga, kачестволariga, aytaylikki, bu yoqdan keladigan dostavka, logistika xizmatlariga. Shuning uchun ham men ogohlantirib qo'ydim. Xitoyliklar men ham oldin o'ylardim, juda ham yaxshi, zo'r, borsang choy qilib beradi, zo'r muomalada bo'ladi, lekin ular o'rtoqlar musulmon emas. Ular insof yoki buni aldamaydigan narsa yo'q. Ular dinida bunaqa narsa yo'q. Shuning uchun sizlar bu narsaga juda ham hushyor bo'linglar. Men bu fikrimdan o'zi ancha bo'ldi qaytganman. Lekin zo'r zavodlar bor. Mana qizimni nomiga bu yoqda ko'rishinglar mumkin. Kenvi degan brend qilganman. Qizimni ismini Kamila qo'yganman. Mana Kenvi brendi ostida kosmetikalar qilganman. Bular lekin yaxshi chiqarib berdi. Insofli zavodlar ham bor. Prosta men aytmoqchi bo'lganimki, ko'rmasdan, bormasdan, kontrol qilmasdan menga o'xshab xato qilib qo'ymanglar. Har bitta qilayotgan qadamni tekshiringlar o'rtoqlar. Agar Xitoy orqali brendlaringni yo'lga qo'yayotgan bo'lsanglar. Shunaqa gaplar, hozircha shu tovardan 100 ming dollar minusdamiz, lekin hozir mana instrumentlarni sekin-sekin sotib, o'rtoqlar bu 100 ming dollarni sekin-sekin o'rtoqlar qoplayapmiz. Do'stlar, Moskva Cityda shunaqa joy borligini bilarmidinglar? Agar bilmagan bo'lsanglar, kelishingni men sizlarga tavsiya qilib qolaman. Bu yoqda o'zimizni O'zbekistonda milliy brendi Seven Saber'da do'konni ochganmiz. Xabaringlar bor, yaqinda chempionatda shov-shuv bo'lib ketdi futbolkalari, bepul futbolkalarni pullashdi degan narsalar chiqdi. Xuddi o'sha brend o'rtoqlar Moskvada Afimol City
торговый center. Mana 3-etajga shunday chiqsanglar, ko'rishingiz mumkin. Bizning magazinimiz o'rtoqlar. Ko'rinishi endi ma'lumot tariqasida bir narsani sizlarga aytib o'tib ketaman. Bu yoqda magazin ochish qanchaga tushadi? To'g'risi juda ham qimmat. Arendasini o'zi million rubldan o'rtoqlar oshiq. Agar siz o'zingizni brendingizni shu Afimov City'dagi ekranlarda reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, 80 ta ekran bor ekan. Uni ham narxi o'rtoqlar 5-10 sekund videoingiz prosta aylanishi o'rtoqlar 1 million rubldan oshiq. Endi bu qoplaydimi degan sizlarda savol tug'ilishi mumkin, lekin o'zimizning milliy brend o'rtoqlar dunyo tanish kerak. Shuning uchun sizlar ham bemalol magazinimizga tashrif buyuringlar. Bu yoqda o'sha O'zbekistondan kelgan barcha kolleksiyalar o'rtoqlar bor. Boshqa shahardan zakaz qilmoqchi bo'lsanglar ham dastavkalarni yetkazib beramiz. Eng qizig'i o'sha mashhur bo'lgan, mana o'zim ham kiyib olganman, ko'rsatishingiz mumkin. Bazaviy krossovkalarimiz, bilasizlar, qanaqa insonlar bu krossovkalarni kiyadi. Hamma razmerlari bor. Bu yoqdan olmoqchi bo'lsanglar, meni nomimda aytsanglar, sizlarga skidkalar qilib berishadi. Mamaevdan keldim deysizlar. Bu bizning magazinimiz o'rtoqlar ko'rinishi. Eng qizig'i mana bu yoqda o'rtoqlar sportsmenlar uchun zo'r futbolkalarni trenirovka uchun o'rtoqlar olib kelib qo'yganmiz. Bilaman, juda ham ko'p sportsmenlar Rossiyada zakaz qilinglar yoki klublaring bo'lsa, davaychi birga shartnomalar tuzib birgalikda ishlaylik. Endi siz aytishingiz mumkin, videoni o'rtasida reklamani tiqib ketyapti deb. Yo'q o'rtoqlar, bu brendni birinchi bo'lib bir paytlar magazinni o'zim ochganman. U kichkina bo'lib qolganligi uchun hozir endi katta qilib bu yoqda ochilyapti. Baribir o'zimizni brendni dunyo tanisa o'rtoqlar, dunyo miqyosiga chiqadigan bo'lsa, biz faqat xursand bo'lamiz. Sizlar shuning uchun ham bitta like bosib qo'yinglar. Bepul bo'lmasligi uchun hozir men sizlarga bitta sovg'a beraman. Eng ko'p like bosib, eng ko'p kommentariya yozgan insonlar o'rtasida o'rtoqlar bazaviy krossovkani sovg'a qilaman. Lichna o'zim aloqaga chiqib sizga dastavka qilib beraman. Dunyoni xohlagan chekkasidan qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Like, kommentariya. Do'stlar, hozir sizlar bilan birga meni ofisimga keldik. Bu yoqda metro Nijnegorodskaya, mana bu yerda biznes center bor. 4-etajda ofisimiz. Ofisga kelsam, o'zimni yaqin tanishim, o'rtog'im Ramzan meni ko'rgani kelibdi. Biznes ideyalari bilan bu ham anaqa takoy Range Rover sportlarni haydab yuradi. 30 yoshda, ya 33 yoshdamisiz? 30 yoshda. 30 yoshda o'zini производствоsi bor. Qalay bo'lyapti bizneslar, Rams? Ish bo'ladi, yaxshi, Xudoga shukr. Parda ishlab chiqaradi. Sheni производство parda etkilgan sexda. 80 tadan ortiq odam ishlaydi. Valbres nima bo'ldi? Rams, siz ham tovarlaringiz yondimi? Bizda ham 20 milliondan oshiq tovarimiz yongan. 20 milliondan oshiq 20 tovar million yondi. Qaytarib bermadi Valbres. Yo'q, qaytarib bermasa. Beradimi, bermaydimi? Men kutganim yo'q. Siz qanaqa tabletgacha shu 20 million pul yo'qotib qo'yib ham kulib o'tirishingizni qarang. Shu tabletkani nomini ham menga ayting, mana shu narsani iching. Tabletkani nomi biz shu yerda topdik-ku narsa. Shuncha biznesni shu yerda ko'tardim-ku. Значит, menga u наоборот motivatsiya berdi. O'sha 20 millionni qayerdan topish meni maqsadim edi. Endi oldin o'sha plan menda yo'q edi. 20 million qayerdan topish. Endi bor. O'sha 20 million yopish. Motivatsiya ham bor. Xullas, Azonga biz yana kirmoqchimiz Ramiz bilan. O'zi Azonda ham bor. Yana ham prodajani ko'tarmoqchi Ramiz. Shuning uchun bu video faqat meni o'zimni vlogim bo'lyapti-da. Agar xohlasangiz, agar odamlar mana like'larni bosib, kommentariyalarga yozsa, sizni biznesingizni ichkaridan ko'rsatamiz. Parda tikib, nima sotadi, qancha foyda qiladi, hammasini o'rtoqlar ko'rishing mumkin bo'ladi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Hozir ofisga kiramiz, ofis ichkaridan ko'rsatamiz. Ramiz bilan intervyuni kutib qolinglar. Do'stlar, bu bizni Moskvadagi ofisimizning ko'rinishi. Oldin bu yoqda o'quvchilar o'tirib olib, Azonda, Valbresda darslar o'tardi. Kurator bu yoqdan turib, televizorda ko'rsatib berardi. Odam to'g'risi o'quvchilarni ham sog'indi, lekin hozir ming afsus, odamlarni o'qishga olganimiz yo'q. Maktabimiz yopganimizga ham 8 oydan oshdi. O'zimiz tovarlar bilan shug'ullanyapmiz. Shu bilan bir qatorda bir oyda bir marta bitta insonni olib, uni o'zimiz под ключ rezultatlariga olib chiqib, оборотlarga garantiya beryapmiz. Bitta bolamiz ham o'sha yoqda o'tiribdi. Hozir sizlarni tanishtiraman. Bu yoqda mana bizni sovg'alar, o'rtoqlar, O'zbekistondan berilgan chempionlar tarafdan, Alibaba tarafdan mana ko'rishingiz mumkin. Mana bizning ofisimizda o'rtoqlar ko'rinishi. Bu yoqda mana Jamol. Assalomu alaykum, Jamol, yaxshimisiz? 3-marta so'rashimiz. Bu yoqda Orzumurod. Orzumurod, xullas, bizda под ключ kursimizni o'qitib tugagan, ha, Orzumurod? Qancha bo'ldi kelgizga? 3-4 oy bo'lib qoldi. O'zlari suxofrukti magazinlari bor. Оборот, xudo xolasa 7-8 million bo'lib qoldi. Shunaqa Orzumurodga o'xshagan bolalarni olib, bu yoqda komanda bilan, mana bu yoqda ham ikkita menejerimiz bor. Hozir uyga ketdi. Men bu meni joyim.
Kelsanglar mana bu yerda qimmat kitayskiy chaylarni sizlarga qo'yib beraman o'rtoqlar. Mana. Xullas bizni ofisimizni o'rtoqlar mana ko'rinishi. Bugungi videoda qilayotgan ishlarimizni, nima bilan bandligimizni sizlarga ko'rsatdim o'rtoqlar. Bitta like-ni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Men videoni oxirida sovg'a beraman deb aytgandim. Instagram tarmog'imda $500 bepul tovarlarni tarqatyapman. Endi bundan buyog'iga YouTube'da ham o'rtoqlar like bosib, kommentariyani ko'p yozgan insonlarga tarqatmoqchiman. Telegram kanalimda g'olibni aniqlaymiz. Hammasi описаниеda bo'ladi. O'tinglar, obuna bo'linglar. Biz bilan podключ ishlamoqchi bo'lgan insonlar ham o'tinglar, biz podrobniy hammasini tushuntirib beramiz. Xullas shu keyingi videolarda tovarlarni qayerdan olamiz, xitoyliklar, biznesmenlar, xullas tovarni biznesga kerak bo'ladigan barcha narsani sizlarga o'rtoqlar ko'rsatib boraman. Sizlar esa qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha